Bitta emas, ikkita emas, srazu bir nechta avtomobil haqida video qilamiz. 36.900 dollarga ichi keng biznes klass xohlayotganlar uchun Toyota Avalon. Ajoyib kupe versiyasi Mercedes-Benz CLK 3.2 litrli motor narxi keladigan bo'lsa 12.700. BMW X6 18.000 dollarga, a bitta esa семейный kompaktniy crossover Hyundai Creta narxiga keladigan bo'lsa 16.900. Ikkita sportivniy sedan Mercedes-Benz 212 63 AMG, a также Nissan Maxima A35 kuzovda 3.5 litrli motor 14.400, a Mercedes-Benz 23.500. O'tta серьезный bratухalar uchun Mercedes-Benz Viano nastoящий V-klass prezidentskiy salonlari bilan Germaniyadan kelgan, umuman переделка yo'q. Narxi ham серьезный 37.000 dollar. 4-chi pozitsiya BYD Song L 28.000 dollar. Lexus LX 470 narxi 22.000 dollar. Narigi Mercedesga сопровождениеga zo'r tushadi. Arzon inomarka qidirgan okalarimiz uchun tayyor gazi bilan Kia Optima 2008-yil avtomat korobkada lyukli 6400. Ko'rsatgan mashinalarim ichida bitta avtomobil bonusi bilan qaysi avtomobilda bonusi bor deb o'ylaysiz? Kommentga yozing. Dubayga sayohat, bilet bilan gostinitsa to'layveraman o'zim.